Va nihoyat bugun men sizlarga o'zimning Amerikan YouTube'dagi eng yaxshi ko'rgan yo'nalishlarimdan biri Roblox yo'nalishida videolar tayyorlashni o'rgataman. Robloxda video tayyorlashni men kompyuterda ko'rsataman, lekin sizlar do'stlar men ko'rsatadigan narsalarni barchasini telefonda takrorlash orqali ham telefonda videoni tayyorlashingiz mumkin. Sizlarga kompyuter kerak emas. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosing va videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Birinchi bo'lib ishni Roblox videomiz uchun ssenariy tayyorlab olishdan boshlaymiz. Buning uchun biz ChatGPT saytiga kiramiz va chap tarafdan GPT degan bo'limga o'tamiz. Bu yerdan esa do'stlar qidiruvga yozamiz, ya'ni Gen Z Rent Script Writer deb xuddi shunaqa tarzda yozamiz va mana shunaqa narsa sizlarga ham chiqib keladi. Shuni ustiga bosamiz va nachat chatni tanlaymiz. Undan so'ng mana shunaqangi bo'lim ochiladi bizga. Mana bu tayyor yozib turibdi, o'shani ustiga bosishimiz mumkin. Undan keyin esa biz ushbu ChatGPT ga birorta mavzu berishimiz kerak. Bizga ssenariy yozib berishi uchun. Misol uchun biz yozishimiz mumkin eating KFC deb. Mana ya'ni KFC yeyish haqida men mavzu berdim. Xuddi shu mavzuda endi Gen Z pokoleniya uchun, ya'ni mana shu yoshlar uchun qiziqarli bo'lgan stilda o'sha ssenariyni tayyorlab beryapti. KFC ga aloqador. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta emas, ikkita, uchta, menimcha 5 ta yozib beradi bu yerda. 4-chisini yozyapti, 5 ta skript, ya'ni bu 5 ta shorts video bo'ladi degani. Bu yerdan biz tarjima qilib istaganimizni tanlab olishimiz mumkin. Misol uchun mana bu birinchisini tarjima qilib ko'ramiz. Buning uchun shunchaki ko'chirib olamiz va translate ga o'tamiz. Tarjima qilishda do'stlar, iloji bo'lsa o'zbek tiliga emas, rus tiliga tarjima qilib o'qib ko'ringlar, chunki o'zbekchada ma'noni qanaqangidir buzib tashlaydi translate. Agarda tushunsanglar, albatta rus tilida qilinglar, bo'lmasam iloji yo'q, o'zbek tilida ham o'qib ko'rishinglar mumkin ma'nosini tushunish uchun. Ma'nosi bizga nimaga kerak bo'ladi? Mavzu rostdan ham qiziqmi yoki yo'qmi shuni bilish uchun va undan keyin biz video montajda ham ushbu ma'nosiga qarab qanaqangidir animatsiyalar, giflar qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz ma'nosini tushunishimiz kerak. Misol uchun ushbu ssenariyda aytayaptiki, nimaga kechqurun KFC'ni yeydigan bo'lsak, odatdagidan, ya'ni kunduzgidan 10 baravar mazaliroq. Mana shu mavzuni xullas olib chiqyapti-da bu yerda. Xo'p, mavzu zo'r, meni o'ylashimcha. ChatGPT ga qaytamiz va ushbu skript degan joyni, shu ssenariyni to'liq ko'chirib olamiz. Undan so'ng esa ushbu tekstimizni ovozga aylantirib olish uchun Eleven Labs saytiga o'tamiz. Mana Eleven Labs saytiga kirdik do'stlar. Bu yerdan chap tarafda text to speech degani bor, ya'ni tekstni ovozga aylantirib olish. Mana shu joyga kiramiz va ushbu tekstni o'chirib tashlab, o'zimizning tekstimizni qo'yamiz. Undan so'ng esa do'stlar ushbu voice dan, ya'ni ovoz turidan Adam degan nomni tanlaymiz. Aynan mana shuni do'stlar. Tanlaganimizdan keyin esa pastdan ushbu knopkani bosamiz, bizga ovoz tayyorlab beradi. Mana ovozimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Endi buni yuklab olish uchun ushbu knopkaga bitta bosamiz va yuklab oladi. Endi esa do'stlar bizga fon uchun Roblox videosi kerak bo'ladi, ya'ni gameplay videosi. Xohlasanglar ushbu YouTube kanal orqali ham videolarni yuklab olib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda no copyright gameplay videolar qo'yiladi, ya'ni mualliflik huquqi yo'q. Bular sizlarga strike tashamaydi. Agarda xohlasanglar, o'zingizlar ham video zapis qilishinglar mumkin. Buning uchun Robloxni saytiga kirasizlar, kompyuterda bo'lsanglar, telefonda bo'lsanglar, telefonda o'sha o'yini bor, Play Marketda bepul Robloxni skachat qilib, kirib, o'sha yerdan ozgina o'ynab
keyin o'sha videodan fon sifatida foydalanishingiz mumkin. Xo'p, misol uchun mana yaqinda chiqqan ekan, 5 kun oldin men mana shu videoni yuklab olaman. Undan keyin qiladigan ishimiz do'stlar, bu video montajga o'tish. Video montaj uchun qanaqangidir professionalniy Premiere Pro, After Effects shunaqa dasturlar kerak emas. CapCut dasturini o'zi bizga yetarli bo'ladi. Mana do'stlar, CapCut dasturiga kirib oldim. Birinchi o'rinda men audiomizni tashlab olaman. Mana audioni tashlab oldim. Endi buni kesib chiqishimiz kerak. Ya'ni mana bunaqangi to'xtab turgan joylarni kesib chiqamiz. Mana kesib taxlab chiqdim do'stlar. Endi esa gameplay videoni tashlaymiz. Mana do'stlar, videoni ham tashlab oldim. Endi qiladigan ishimiz ushbu videoni ovozini o'chirib qo'yishimiz kerak. Mana bu knopkaga bitta bosamiz, o'zi ovozi o'chadi. Keyin esa mana bu joydan videoni formatini 9:16 ga o'tkazib olishimiz kerak, chunki bu shorts video va videoni kattaroq qilamiz. Endi esa do'stlar, qiladigan ishimiz ushbu audioni barchasini birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bularni kesib chiqqandik, esingizda bo'lsa, biz buni endi sal tezlashtirishimiz kerak, ya'ni 1:30 ga tezlashtiramiz do'stlar. Va pastdagi mana bu knopkani bosamiz, shunda ovoz ingichkaroq bo'lib o'zgaradi. Mana ovoz qiziqarli bo'ldi. Bro, why does KFC taste 10 times better when it's irresponsible? Like I swear if I Bo'ldi. Endi esa do'stlar, videoni biz mana shu ovozimizga mos qilib kesib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi esa qiladigan ishimiz bu subtitrlar. Subtitr uchun do'stlar biz avto subtitrdan foydalanamiz. Ya'ni mana subtitr degan bo'limga o'tamiz. Bu yerda angliskini tanlaymiz va sazat knopkasiga bosamiz. CapCut'ni o'zi bizga subtitrni yozib beradi. Mana subtitrlar tayyor. Subtitrni biz tepaga olib o'tamiz do'stlar. Taxminan mana shunaqangi joyga qo'yamiz. Va bu yerdan biz birorta stilni tanlaymiz. Misol uchun mana birinchisi yoki ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Men bu yerdan tavsiya qiladiganim mana bu ko'k rangni tanlash yoki bo'lmasam qizil rangni tanlashimiz ham mumkin. Qizil ham normal yoki обычный mana bu oq-qora. Xo'p, undan so'ng esa do'stlar qiladigan ishimiz bu emojilarni qo'shib chiqish. Mana shunga o'xshagan har xil emojilarni do'stlar biz Telegramdan shunchaki ko'chirib olamiz va video montajda foydalanamiz. Har xil joylarga qo'yib chiqamiz, o'sha ma'nosiga mosroq qilib. Mana buni ham qo'ydim. Mana kengisini ham qo'ydim. Xo'p, endi esa do'stlar nima qilamiz? Bizga giflar kerak bo'ladi, ya'ni videoni yanada boyitish uchun. Buning uchun do'stlar biz bitta saytga kiramiz. Saytning nomi do'stlar giphy.com. Bu yerdan biz KFC deb yozamiz, masalan, o'sha videomizga mos va bu yerdan qiziqarli mana bunga o'xshagan giflarni ko'chirib olamiz. Endi bu giflarni ma'nosiga mos qilib, har xil joylarga qiziqarli qilib taxlab chiqamiz. Shunaqangi tarzda qo'yamiz. when it's irresponsible? Like I swear if I eat it at 2 Bu mana ikkinchisi, uchinchisini masalan men bu joyga qo'yaman. Iloji bo'lsa do'stlar, videoni boshlariga ko'proq mana shunaqangi giflarni qo'yinglar. Qanchalik videoni boshi qiziqroq bo'lsa, shunchalik odamlar oxirigacha tomosha qiladi. Men endi 2-3 ta qo'yib ko'rsatyapman, sizlar yanada ko'proq ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, 6 ta, 7 ta gif. Endi esa oxirgi qiladigan ishimiz bu videomizning foniga muzika qo'yish. Musiqalarni do'stlar mening Telegram kanalimdan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Hozirni o'zida do'stlar 500 ta naqd musiqalar mavjud ekan. Hammasi bepul, kirib yuklab olinglar. Mana manzilini ko'rsatib turibman. Mana men musiqani ham tashlab oldim. Misol uchun mana shu musiqa do'stlar, buni endi audioni bizni videomizga moslashtirib qisqartirib olaman va ovozini buni pasaytiraman. Taxminan do'stlar -24, -27 gacha pasaytirsanglar bo'ladi. Undan pasti juda ham past bo'lib ketadi yoki bundan baland bo'lib ketishi mumkin. O'zingizlar eshitib ham ko'rasizlar. Har doim do'stlar videomizda asosiy ovoz baland bo'lishi kerak, musiqa ovozdan ko'ra pastroq bo'lishi kerak. Menimcha hozirgi -24 bu normalli. Demak, videomiz tayyor. Videomizni ko'rishimiz mumkin. Bro, why does KFC taste 10 times better when it's irresponsible? Like I swear if I eat it at 2 p.m. it's just chicken, but 2 a.m. After saying I'm gonna start eating clean tomorrow, that chicken is spiritual. I'm sitting there mid-game, fingers greasy, controller fighting for its life. I open the box and it's glowing like loot from a boss fight.
The biscuit, dry, but I'm still chewing like it's the last meal before exile. Mana do'stlar, bugun Roblox yo'nalishida ham qanday qilib video tayyorlashni o'rganib oldingiz. Endi harakatni boshlashimiz kerak. Ya'ni YouTube kanal oching, kanalga videolar joylashtiring, kanalingizni monetizatsiyaga tayyor qiling va daromad olishni boshlang. Agarda sizga do'stlar Amerikan YouTube kanal ochish xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishinglar mumkin. Ya'ni sizlar kanalinglar tez rivojlanishini xohlasanglar, tezda daromadga chiqishni xohlasanglar, professionallardan kanal ochtiringlar. Ya'ni bizga murojaat qiladigan bo'lsanglar, biz sizlarga yo'nalish tanlab beramiz, kanal ochib beramiz, sozlab beramiz, dizaynlarni qilib beramiz, nomer tasdiqlab beramiz. Xullas sizlarga tayyor kanalni topshiramiz va 1 oy davomida sizlarning kanalinglarni qo'llab-quvvatlaymiz. Undan tashqari do'stlar, video darsliklar ham tashlab beramiz va sizlar Amerikan YouTube'ni yanada professional o'rganasizlar va natijani tezroq bajarasizlar. Shuning uchun do'stlar, bizga Telegram orqali murojaat qiling va atigi bir kunda o'zingizni Amerikan YouTube kanalingizga ega bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha